Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun 9-darsimiz. Sizlar bilan shu paytgacha 8 ta bepul dars o'tdik. Bugun 9-bepul dars. Bugungi darsimizda IP manzil masalalarini ko'rib o'tamiz. Xabaringiz bor, darslarimiz attestatsiya uchun mo'ljallangan, ya'ni informatika fanidan attestatsiya topshirmoqchi bo'lgan ustozlarga yordam sifatida darslar tashkil qilindi. Va bu darslar noldan boshlanmagan. Asosan sizlar bilan darslarda turli xil masalalarni tahlil qilyapmiz. Ya'ni bugun bitta mavzuni oladigan bo'lsak, o'sha mavzuga doir turli xil masalalar. Bugun ham 20 dan ortiq xildagi IP manzil masalalarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Imkon qadar men turli xilda olishga harakat qilyapman, chunki attestatsiyaga kirganlaringizda shu xillardan birortasi tushadigan bo'lsa, o'ylaymanki, sizlarga ancha oson bo'ladi. O'xshash masalalardan ko'p ko'rganimizdan ko'ra, har xilidan bittadan ko'radigan bo'lsak, bu ancha foydaliroq. Sizlardan so'raladigani darslarga diqqatli bo'lib, ko'proq tushunishga harakat qilib, yodlashga emas, tushunishga harakat qilib, masalalarni o'rganganlaringiz yaxshi. Chunki yodlasangiz, siz yodlagan narsa tushmay qolishi mumkin. Xo'p, birinchi savol. IP manzil 226.185.90.162 va tarmoq maskasi 255.255.252.0 ga teng bo'lsa, tarmoqdagi kompyuterning tartib raqamini aniqlang. Menimcha masala tushunarli. Bitta tarmoq bor ekan. O'sha tarmoqda bir nechta kompyuterlar bor va o'sha kompyuterlardan bittasini IP manzili ko'rsatilgan. Va mana bu yerda o'sha tarmoqni aniqlab olishimiz uchun maska ko'rsatilgan. Bizdan so'rayotgani o'sha tarmoqdagi mana bu manzilli kompyuter nechinchi kompyuter? Mana shuni topishimiz kerak. Keling, buni endi topishga harakat qilamiz. Buni topishimiz uchun birinchi navbatda, keling mana bu yerga yozaman. Birinchi navbatda tarmoqni aniqlaymiz. Tarmoqni topamiz. Agar dars davomida tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Birinchi tarmoqni topamiz dedik. Qanday topamiz? Mana shu maska bilan mana shu IP manzilni ikkalasini bitli konjunksiyasini topamiz. Bitli konjunksiya. Bu degani ikkalasini ham ikkilik ko'rinishga o'tkazib, ya'ni ikkilik sanoq sistemasiga. Buni ham, buni ham. Keyin bitma-bit konjunksiya qilishimiz kerak. Bu yerda ishni tezlashtirish uchun men sizlarga osonroq yo'lini ko'rsataman, ya'ni to'liq o'sha konjunksiya qilmasdan kerakli joyini konjunksiya qilsak bo'ldi. Mana bu yer 255 bo'lsa, bu qator birlardan iborat bo'ladi. Bu bilan har qanaqa shu o'zidan kichkina son yoki o'ziga teng sonni konjunksiya qilsak, o'zi kelib chiqadi. Masalan, bunga to'g'ri keladigan bayt mana bu 226. Hozir bu bilan buni konjunksiya qiladigan bo'lsak, 226 ni o'zi kelib chiqadi. Demak, siz qayerda 255 ni ko'rsangiz va uni ikkilik ko'rinishda boshqa bir o'zidan kichkina yoki unga teng bo'lgan son bilan konjunksiya qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha sonni o'zi kelib chiqishini aniq aytishingiz mumkin. Shuning uchun bular tashlab ketsak bo'ladi. Mana 255 buni tashlab ketyapmiz, 255 buni tashlab ketamiz. Bunisi 252, endi bu ikkilikka o'tkazib, buni ham o'tkazib bajarib ko'rsak bo'ladi. Keyin mana bu yerga e'tibor qilsangiz, bu 0. Ikkilikka o'tkazsak, bu qator nollardan iborat bo'ladi. 0 bilan har qanaqa sonni konjunksiya qilganimiz bilan baribir 0 kelib chiqadi. Shuning uchun mana buni ham o'tkazib o'tirishimiz shart emas. Faqat mana shu va mana bu qolyapti. Xo'p, keling bitta-bitta o'tkazamiz. Men vaqtni yo'qotmaslik uchun o'tkazishni tezroq bajaraman, ya'ni fikrlab. Masalan, 255 deganimiz bu qator 8 ta birdan iborat bo'ladi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lekin bu 252, ya'ni 255 dan 3 dagi kam son. 3 deganimiz ikkilik sanoq sistemasida 11 ko'rinishda yoziladi. Demak, mana shu 11 bunda yo'q. Buni o'rniga men ikkita 0 yozib qo'yaman. Chunki aytganimdek bu yo'q. Endi buni o'tkazamiz. Buni ham men tezroq o'tkazishga harakat qilaman. Masalan, buni ichida 2 ning eng katta darajasi 64 bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, mana shu yerga 1 qo'yadigan bo'lsak, qator 0 qo'yadigan bo'lsak, bu 64 degani bo'ladi. Endi shu 90 dan 64 ni ayirib tashlasam 26 qoladi. 26 ning ichida eng katta 2 ning darajasi 32 yo'q. Shuning uchun buni tashlab ketamiz. 16 bor. 16 ni oladigan bo'lsam 10 qoladi. Ya'ni 26 dan 16 ni ayirdim. Endi 10 ning ichida 8 bor, 4 yo'q, 2 bor. Ya'ni 10 dan 8 ni ayirdim, 2 qoldi. Shu 2 ni yozib qo'ydim. Men tezroq o'tkazishga harakat qilyapman. Siz o'sha o'zingizga eng qulay usul bilan xohlasangiz ketma-ket bo'lib yoki boshqa shu usullar bilan o'tkazsangiz bo'ladi. Bunaqa tez o'tkazish usullarida endi 0 dan boshlangan darslarda ko'rsak bo'ladi. Hozir vaqt yo'qotmasligimiz uchun tezroq ko'ryapmiz. Mana bizda mana bu 252 ni o'tkazilgan holati, bu yerda 90 ni o'tkazilgan holat. Endi ikkalasini bitli konjunksiya qilamiz. 0 0 0 1 1 0 1 0. Mana shu bitli konjunksiyadan shu son kelib chiqdi. Bu ikkilikda turibdi. Keling endi buni men 10likka o'tkazaman. Xo'p, 10likka o'tkazishni ham tezroq bajarishga harakat qilaman. Mana bu yerga e'tibor qilsak, bu 2 ning 3-darajasiga to'g'ri keladi, ya'ni 8 ga. Mana bu 11 ga to'g'ri keladi. 11 ni 8 ga ko'paytirsak 88. Demak, xo'p, bu 10likda bo'ldi. Endi mana shu yerdan biz tarmoqni topdik desak bo'ladi. Tarmoqni ko'rinish qanaqa bo'ladi? 226 aytdik, mana bunga to'g'ri keladiganini o'zini olaveramiz. Yana 185 ni o'zini olamiz. Endi mana bu yerda hozir biz 88 ni topdik. Va 0 bilan konjunksiya qilsak 0 bo'lib ketadi dedik. Mana bu bizda topilish kerak bo'lgan tarmoq edi. Ya'ni mana bu kompyuter joylashgan tarmoqni IP manzili mana shu ko'rinishda ekan. Mana biz tarmoqni aniqlab oldik. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz bizdan so'ragan. Tarmoqdagi kompyuterning tartib raqamini aniqlang. Endi mana shu kompyuter nechinchi o'rinda turibdi? Mana shuni topishimiz kerak. Ikkinchi deylik, o'rnini aniqlash deb yozaylik. O'rnini aniqlash. Mana. Endi buni qanday qilib bajaramiz? Keling, mana shu yerda o'zidan foydalanaylik yoki mayli bu yoqqa yozib olamiz, chalkashtirmaslik uchun. Tarmoqni o'zini yozyapman. 226.185.88.0. Ana endi e'tibor qiling. Mana shuni o'zini biz tarmoq dedik. Bu tarmoq. Endi biz bunga 1 qo'shadigan bo'lsak, 1 baribir oxiridan qo'shiladi. 1 qo'shadigan bo'lsak, bu birinchi kompyuter degani bo'ladi. 2 qo'shadigan bo'lsak, ya'ni mana bu 0 ni o'rnida 2 kelsa, u ikkinchi kompyuter degani bo'ladi. Xuddi shunday qo'shib boradigan bo'lsak, mana bu IP manzilda har bir bayt, ya'ni nuqtalar orasidagi sonlar maksimal 255 gacha bo'lishi mumkin. Minimal 0. Demak, bu oxiri 255 bo'la oladi. Ya'ni shunaqa 1 yozdik deylik, 2 yozdik, 3 yozdik va hokazo 255-kompyuterda joylashtirdik. Mana bu yerda mana buni o'zi turaveradi. Mana 88, 185, mana bu 226.
Endi davom etamiz. Hozir mana shu yergacha biz 1 2 3 deb joylashtirib jami 255 tani yozib qo'yaylik. 255 ta kompyuter joylashtirdik. Mana bu yer 88 bo'lib turgan holatda. Endi bu to'ldi. Chunki bu yerga biz bundan keyingi sonni qo'ya olmaymiz. Yana bir qo'shadigan bo'lsak, endi mana bunga o'tamiz. Bu 90 bo'ladi, 89 bo'ladi. 89. Mana bu yeri 0 bo'ladi. Bu yog'i o'zi 185. Men bularni hammasini sizlarga tushunarli bo'lsin deb hammasini yozyapman. Aslida siz buni bunchalik maydalab yozishingiz ham shart emas. Xo'p. 255-kompyuterida 256-kompyuterga o'tdik. Yana bir qo'shib ketaveramiz. Qo'shib boradigan bo'lsak, biz 255 gacha olib bora olamiz dedik bu yerda. Bu yer 89 bo'lib turgan holatda. Bu yog'i 185. 226. Endi mana bu yerda nechta kompyuter bo'ldi? Mana bu yerda 0 ni ham hisobga oladigan bo'lsak, 256 ta kompyuter bo'ldi. 255 bilan birgalikda. 256 ta. Xo'p. Endi biz bunga yana bir qo'shadigan bo'lsak, 226 nuqta 185 nuqta, mana bu yerda nuqtasi bor edi. 90 bo'ladi. Mana 89 dan keyin endi 90 keladi-ku. Mana bu yer yana 0 bo'ladi. Mana. Endi e'tibor qiling. Bu nechinchi kompyuter bo'ldi? Agar hammasini hisobga olsak, bu 255 edi, bu 256. Ikkosini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, 211. Mana bu 0. Mana bunga qo'shib yoraylik, 256 deb. 256 ga 256 ni qo'shsak 512. Mana shu hozir 512-kompyuter bo'ldi. Endi keyingi qiladigan ishimiz qolgan mana bu sonni qo'shib qo'yish. Mana 90 ga kelib oldik, ko'ryapsiz. 226, 185, 90 va mana bu yerda 0. Endi buni ustiga biz 162-kompyuter deb yana qo'shishimiz kerak. Ya'ni 512 plus 162. Buni hisoblaymiz. 4, 6 ga 1, 7, 5 ga 1, 6. 674-kompyuter ekan. Mana bu D javobda ko'rsatilgan. Batafsil tushuntirishga harakat qildim. Shu masalani yechishimizni o'ziga 10 minutga yaqin yoki 10 minutdan ko'proq vaqt ketdi. Agar siz yaxshi tushunsangiz buni deylik 1-2 minutda yechsangiz bo'ladi deb o'ylayman. Ikkinchi savol. Quyida berilganlardan qaysi biri lokal kompyuterda IP manzil bo'la olmaydi? Xo'p, e'tibor qilaylik. 192, 168, 10.001, 255, 255, 192, 168, 0, 255. Xo'p, qaysi biri bo'la olmaydi? Birdanisiga biz mana buni aytishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki bu maska, tarmoqni maskasi bu. Tarmoqni maskasi bo'lgani uchun buni vazifasi o'sha tarmoqdagi IP manzilni berish uchun ishlatiladi. O'zi esa IP manzil sifatida ishlatilmaydi. Shuning uchun ikkinchi savolda javobini S deyishimiz mumkin. Uchinchi savol. Bankda kompyuterga hakerlik hujumi amalga oshirildi. Tekshiruv shuni ko'rsatdiki, hujum lokal tarmoqda ishlatilmaydigan global, ya'ni oq IP manzil orqali amalga oshirilgan. Kriminalistlar aniqlagan IP manzillardan qaysi biri hujum amalga oshirilgan kompyuter IP manzili bo'la oladi? Bu yerda ko'ryapsiz, 4 ta IP manzil berilgan. Qaraydigan bo'lsak, ichida birorta masalan 255 dan katta bo'lgan son qatnashgan IP manzili yo'q. Bir qarashda hammasi IP manzil.
Ya'ni haqiqatdan ham o'zi IP manzil bular hammasi, lekin bizdan so'rayotgani aynan lokal tarmoqda emas, balki global tarmoqda qaysi biri bo'lishi mumkin mana shulardan. Buni bilishimiz uchun maxsus standartlar bor. Ana shu standartlar asosida biz buni ajratishimiz kerak bo'ladi. Masalan, RFC 1918 standarti bor. Bu haqidagi to'liq ma'lumotlarni hamjamiyatga tashlab qo'yaman. Siz uni hamjamiyatdan olishingiz mumkin. Bu asosan hamjamiyatimizdagi bor ustozlar uchun. Hamjamiyatimiz bu yopiq guruh. Mabodo siz qo'shilmoqchi bo'lsangiz, mana bu cheksiz bilim bu ochiq guruh. Bunga qo'shilib olishingiz mumkin. Hozirgi bo'layotgan mana shu bepul darslarda barchasidan xabardor bo'lib tursangiz bo'ladi. Endi mana shu guruhga o'tsangiz, mana bu yerda ko'ryapsiz, meni o'sha profilim yozilgan. Username Python Coder Hash. Ana shunga o'tadigan bo'lsangiz, meni hamjamiyatga qo'shib qo'ying desangiz, keyin hamjamiyatga qo'shib qo'ysam bo'ladi. Eslatib o'tishim kerak, hamjamiyat obunali bir oyga qimmat emas, 40 ming so'm. Bemalol qo'shilib olib, ko'plab imkoniyatlardan foydalansangiz bo'ladi. Endi o'sha standart bo'yicha qaraydigan bo'lsak, u yerda turli xil chegaralar bor. Masalan, lokal tarmoqda bo'la olishi mumkin bo'lgan chegaralar 10.0.0.0 dan 10.255, keyin 255 va yana 255 mana shu oralikda bo'la olishi mumkin. Ya'ni mana buni ko'ryapsiz, aynan mana shunga to'g'ri keladi. Mana shu chegaraga kiradi mana bu. Bu degani bu lokal degani. Bizdan globalni so'ragan. Demak, mana bu bo'la olmaydi. Xo'p, yana qaysi? Masalan, 172.16.31. Xuddi mana bunga o'xshagan 172.16.0.0 va bu yog'i chegarasi 172.31.255 chegarasi bor. Mana shunga kiradigani ham bu lokal bo'ladi. Mana bu ko'ryapsiz, shu chegaraga kiradi. Mana bu 16, keyin 31 bo'lib ketgan. Shuning uchun bu ham bo'la olmaydi. Xuddi shunga o'xshab mana bu ham ana shu chegaralar bor, o'sha chegaraga kiradi, ya'ni mana bularga o'xshagan. Aytganimdek, bular haqidagi barcha ma'lumotlarni men hamjamiyatga tashlab qo'yaman. Shuning uchun bu ham bo'lmaydi. Va bitta qoladi mana shu global IP manzil bo'la oladi. Hozir bunga unchalik tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Siz tushunishingiz uchun ko'proq shug'ullanishingiz kerak va men aytgan o'sha ma'lumotlar bilan bir tanishib chiqishingiz kerak. Chunki bular bilasiz maktab darsliklarida yo'q-da, lekin attestatsiyalarda kelishi mumkin. Shuning uchun qo'shimcha o'rganishingiz kerak. 4-savol. Ustozlardan kelgan, ko'ryapsiz, bu Excel bugungi darsimizga, ya'ni bugungi mavzumizga tegishli bo'lmasa ham, albatta ustozlardan kelgan savollarni ham inobatga olamiz. Shuning uchun buni ham qo'shib qo'ydim. E'tibor qiling. Microsoft Excelda A1 4 ga, B1 5 ga, C1 6 ga teng ekan. Mana shu qiymatlar berilgan. Agar ushbu qiymatlar A1 100, B1 500, C1 teng 1000 kabi o'zgartirilganda, quyida berilgan qaysi formulaning natijasi o'zgarishsiz qoladi? Keling, buni tushunishimiz uchun har bir formula o'zi nima vazifani bajaryapti, shunga e'tibor qilamiz. Misol uchun, mana bunda если A1 plus B1 C1 dan katta bo'lsa, A1 da 4 turibdi, B1 da 5 turibdi. Qo'shadigan bo'lsak 9 bo'ladi katta. Agar bu rost bajaradigan bo'lsa, ya'ni rost qiymat qaytaradigan bo'lsa, gazeta. Mana bu bizda gazeta degan gapni chiqaradi. Chunki haqiqatdan ham 9 6 dan katta.
Endi mana shularni o'rniga keling birdan qo'yib ketamiz. Bu 100 bo'lsa, bu 500 bo'lsa va mana bunisi 1000 bo'lsa. Yig'indisi 600 bo'ladi va 600 1000 dan katta emas, shuning uchun bu yerda endi ikkinchi holatda jurnal chiqib qoladi. Ya'ni biz o'zgartiradigan bo'lsak bunaqa qilib. Xo'p, xuddi shunday buni tekshirib ko'ramiz. Keling tagiga qo'yamiz birinchi. Masalan, bu 5 bo'lsa, S1 6 bo'lsa va A1 4. 6 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak, 2 5 dan katta emas. Ya'ni buni natijasi yolg'on. Yolg'on bo'ladigan bo'lsa, bu yerda jurnal chiqadi. Jurnal. Endi mana bu yerda B1 ga 500 qo'yadigan bo'lsak va S1 ga 1000 qo'yadigan bo'lsak va A1 ga 100 qo'yadigan bo'lsak, ayirmasi nima bo'ladi? Mana bu 1000 bo'lib ketibdi. 100 qo'yish kerak. Mana bu 900 500 dan katta. Demak, bu yerda gazeta chiqadi ikkinchi holatda. Ikkita bir xil chiqib qolsa, shu bizga javob bo'ladi-da. Xo'p, keling mana bu o'chirib qo'yaylik. Mana bu yerga yozishga joy kerak. Mana bu yerdachi. Xuddi shu ko'rinishda ekan. Tagiga yozadigan bo'lsak, B1 bizda 5 ga teng, S1 6 ga teng, A1 4 ga teng. Bu holatda 2 mana bu katta chiqadi. Demak, gazeta chiqadi bu yerda, ya'ni birinchi gazeta. Bu yerda birinchi gazeta chiqadi, gazeta. Ikkinchi holatda B1 demak 500 bo'ladi va S1 1000 bo'ladi va A1 100 bo'ladi. Ayirsak 900, u 500 dan kichkina emas. Shuning uchun bu yolg'on bo'lgani uchun jurnal chiqib qoladi. Ko'ryapsiz, bitta qoldi. Endi shuni ham tekshirib ko'ramiz. Xo'p, S1 minus A1. S1 ni biz aytdik, dastlab u 6 ga teng, bunisi 4 ga teng, bunisi 5 ga teng, bunisi 4 ga teng. Xo'p, mana buni ayiradigan bo'lsak 2, buni ayiradigan bo'lsak 1. 2 1 dan katta. Demak, gazeta chiqadi birinchi. Endi boyagilarni qo'yamiz. Masalan, bu 1000 bo'ldi. Ayiramiz. Bu 100. Mana bunisi 500. Mana bunisi yana 100. Ayiradigan bo'lsak 900. Ayiradigan bo'lsak 400. 900 400 dan katta. Yana gazeta chiqadi. Demak, mana shu D javob to'g'ri. Chunki mana javob o'zgarmadi ikkinchi holatda ham. 6-savol. Quyida berilganlardan qaysi biri lokal kompyuterda IP manzil bo'la oladi? Bu ham shu yuqoridagiga o'xshash. Ya'ni RFC 1918 standarti bo'yicha buni ajratishimiz kerak. Aytdim, buni ma'lumotlarni men hamjamiyatga tashlab qo'yaman. Shu bo'yicha ajratadigan bo'lsak, yuqorida men chegaralarni yozib berdim. Xuddi shu chegaralar bo'yicha buni ajratishimiz kerak. IP manzil bo'la oladi lokal kompyuterda. Xo'p, mana bu 156, bunisi 12, mana bunisi 198, mana bunisi 172. Mana shu bo'la oladi deyishimiz mumkin. Mana bular lokal emas, global ochiq internetdagi manzillar desak bo'ladi. Chunki mana bular boyaga chegaralarga tushmaydi. Mana bu chegaralarga tushadi. Demak, D javob desak bo'ladi. 7-savol. Quyidagi variantlardan qaysi biri to'g'ri IP manzili hisoblanadi? Endi bu yerda IP manzilni o'zini to'g'ri yoki noto'g'riligini so'rayapti. Xo'p, mana bu bo'lishi mumkin.
Mana bunga qarasak, bu bo'la olmaydi. Nima uchun? Sababi bu yerda baytlar ko'p. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana bunga qarasak, 257 qatnashib qolgan. Barchasi to'g'ri degani, endi barchasi to'g'ri emas, chunki bo'lmaydiganlari bor ekan ichida, shuning uchun A javob desak bo'ladi. 8-savol. Vali maktab serverining IP manzilini qog'ozga yozib, kurtkasini cho'ntagiga solib qo'ydi. Valining onasi tasodifan kurtkani qog'oz bilan birga yuvib qo'ydi. Yuvishdan so'ng Vali cho'ntagida IP manzilini 4 parchasini topdi. Bu parchalar A, B, C, D harflari bilan belgilangan. IP manzilini tiklang. Javobda IP manziliga mos keladigan tartibda parchalarni belgilovchi harflar ketma-ketligini ko'rsating. Demak, e'tibor qilsak, mana bizda o'sha parchalar berilibdi. Endi bularni qanday qilib to'g'ri joylashtirsak, o'sha IP manzil qoidalariga to'g'ri keladigan IP manzil tiklay olamiz. IP manzilning asosiy qoidasi nima? Masalan, bizda x nuqta x mana shu 4 ta bayt bo'ladigan bo'lsa, mana shuni har birini chegarasi shu x deylik tegishli mana shu kesmaga, ya'ni 0 255. Mana shu kesmada bo'lish kerak. X ni qiymati. Bundan chiqib ketsa bo'lmaydi. Ya'ni minus bo'lib ketsa yoki 256, 257 va hokazo. Mana shu kesmadagi son bo'lish kerak har biri. Endi shu bo'yicha tiklaymiz. Xo'p, masalan, birinchiga A ni qo'yamiz desak, .64 deb IP manzil boshlanmaydi. Xo'p, birinchisiga B ni qo'yamiz desak, 3.13 bo'lib boshlanishi mumkin. Keling, mana shuni bajaramiz. 3.13. Endi bundan bu yog'iga nimani qo'ysak bo'ladi? Hozir bu yerga men B ni qo'ydim. Xo'p. Bundan bu yog'iga agar men C ni qo'yadigan bo'lsam, 3 nuqta yana 133 bo'lar ekan. C ni qo'ydim. Endi 20 ni qayerga qo'ysak bo'ladi? D ni. Mana bu yerga qo'ysak 13320 bo'lib qoladi. Shuning uchun keling uni mana bu yerga qo'ysak 20. 203 bizda hosil bo'ldi. Mana bu D. Shunda 64 ni oxiriga qo'ysak bo'ladi. O'zi nuqtasi ham bor mana. Va bu yerda biz A ni qo'ydik. 203.133.133.64. Har bir nuqta mana orasi yoki ikkita tarafi mana shu kesmada. Bundan chiqib ketgani yo'q. D, B, C, A. Mana bu C javobga to'g'ri kelar ekan. 9-savol. Xodimga telefon orqali IP manzil aytildi. U uni yozib oldi, lekin ajratuvchi nuqtalarni qo'ymadi. Javobda ushbu IP manzilni nuqtalar bilan yozing. Bu yerda ham xuddi shu yuqoridagi qoida, ya'ni 0 dan 255 gacha kesmada bo'lish kerak har bir mana bu sonlar. Mana bunga qarasak 256 qatnashgan, to'g'ri kelmaydi. Mana bunisiga qarasak bu to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Bunisida 283 qatnashibdi. Mana bunda 319 qatnashibdi. Demak, mana shu B javob to'g'ri bo'lyapti. 10-savol. Quyidagi sonlardan qaysi biri IP manzilda ishlatilishi mumkin emas? Bu ham shu xuddi yuqoridagi qoida. 155 to'g'ri keladi, 271 to'g'ri kelmaydi. Bizdan mumkin emas degani uchun mana shuni biz ishlatishimiz mumkin emas. 1 ni ishlatsak bo'ladi, 255 ni ham ishlatishimiz mumkin. 11-savol. IP manzil yordamida nechta turli manzilni kodlash mumkin? Keling, boyagiday hisoblaymiz. Mana x 4 ta bayt bor. 4 ta bayt deb bekorga aytmayapman. Har birini ikkilikka o'tkazsangiz o'sha 8 ta bitdan iborat ko'rinishga keladi.
8 ta bit 1 bayt degani. Endi har biri boyagi kesmaga to'g'ri kelish kerak dedik. Ya'ni x tegishli mana bu 0 dan 255 gacha. Bu nechta son degani? 0 dan 255 gacha. Bu 256 xil son degani. 0, 1, 2, 3 va hokazo 255 gacha yozib boradigan bo'lsak, 256 ta son yozamiz. Shundan mana bu yerda 256 xil son yozsak bo'ladi. Bu yerda ham 256 xil, bu yerda ham 256 xil, bu yerda ham 256 xil. Endi bular bir-biriga bog'liq emas. Shuning uchun kombinatorika bo'yicha bularning orasini ko'paytirish qilamiz. Xo'p, mana bu 2 ni 8-darajasi degani. Mana bu ham 2 ni 8-darajasi. Mana bunisi ham 2 ni 8-si va oxirgisi ham 2 ni 8-darajasi. Endi bularni hisoblasak, 8 lar qo'shilib ketadi. 2 ni 32-darajasi degan. Bizda bormi? 2 ni 32-si yo'q. Qaysini shunga o'xshatsak bo'ladi yoki qaysini bularga o'xshatsak bo'ladi? Ya'ni bu 232 ni qaysi biriga o'xshatsak bo'ladi? Masalan, mana bunga o'xshatishimiz mumkin. Ya'ni buni 2 ni kvadrati ko'paygan 2 ni 30-si qilib ajratib oladigan bo'lsak, mana hozir ko'paytirsak darajalar qo'shilib shunga qaytib keladi. Shu holatda mana buni 2 ni kvadratini 4 deb olib, mana bu 2 ni 30-sini qoldirsak bo'ladi. Shunda mana bu B javobga to'g'ri keladi. Shundan biz bilishimiz mumkinki, IP versiya 4 bo'yicha jami mana shuncha o'sha kodlashni amalga oshirishimiz mumkin. 12-savol. Berilgan IP manzil va niqob tarmoq manzilni ko'rsating. Mana e'tibor qilsak, mana bu qismi IP manzil, mana bunisi o'sha niqob, ya'ni maska. Qanday qilamiz dedik? Mana bu yerda tarmoq uchun nechta bit ajratilgani yozilgan degani bu. Bu 28 bit. Mana bu 8 bit. Har biri aytdik-ku 1 bayt deb. Demak, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Mana shu yerning o'zi 24 ta bit bo'ldi. Bizga mana bu yerdan yana 4 ta bit kerak. Buni aniqlashimiz uchun mana bu 100 ni ikkilikka o'tkazib shundan ajratib olamiz. Xo'p, 100. Buni qanday qilib olamiz? Buni ichida demak 64 bor. 64 ni bundan ayirib tashlaydigan bo'lsak 36. Uning ichida 32 bor. 32 ni olib tashlasak 36 dan 4 qoladi. Demak, 4 ni ichida 16 yo'q, 8 yo'q, 4 ni o'zi bor. Keyin 2 va 1 uchun mana bu yerga yozdik. Mana bu yerga bitta 0 qo'shib qo'yamiz, chunki bu o'sha 1 bayt bo'lish kerak, ya'ni 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana bu 0 bilan 8 bo'ladi. Endi mana shu yerdan 4 tasini mana shu 4 tasini tarmoq uchun olamiz. Shunda qolgan mana bu qismi host bo'ladi. Shundan biz mana bunisini 0 deb olsak bo'ladi, chunki host qismi 0 bo'lib ketadi tarmoq bo'lganda. Mana bunisini ham yoki mana bu ko'rinishga o'tkazsak 0, 1, 1, 0, keyin qolganlari ham 4 ta 0 bo'ladi. Endi mana shuni biz qaytarib 10likka o'tkazib qo'yamiz. Mana buni 4ligini ko'rib turibmiz. Ikkilik sanoq sistemasida mana shu 4 degani. Agar 100 dan 4 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, bu 96 bo'ladi. Shuning uchun buni biz 96 deb yozib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni doim yig'inda tuzib, bo'lib, shunaqa qilib o'tkazish shart emas. Tezroq o'tkazishga harakat qilish kerak sanoq sistemalarida biridan ikkinchisiga. Mana bu 2likda turibdi, mana bu 10likda. Shunday qilib, nima qiladigan bo'ldik? Tarmoq bunday bo'lyapti. 213 121 29 nuqta va mana bu son 96. Ya'ni mana bu 100 ni o'rnida 96 bo'lyapti.
Shunda bu qaysi bo'ladi? Mana bu A javobga to'g'ri keldi. Endi shu yerda men sizlarga savol beraman. Mana shu kompyuter nechinchi o'rinda turibdi deb savol berish mumkin. Nechinchi o'rinda? O'ylab ko'rsangiz bu 4-o'rinda turibdi. Chunki mana 96 bu tarmoq. Bunga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 100 bo'ladi. Demak 4-kompyuter. 13-savol. Berilgan IP manzil va niqob mana shu ko'rinishda ekan. Qurilma uchun tarmoqqa mos keladigan birinchi manzilni ko'rsating. Savolga e'tibor qiling. Qurilma uchun tarmoqqa mos keladigan birinchi manzilni ko'rsating. Yuqoridagidan foydalanaylik. Buni biz tarmog'ini aniqlab oldik. 213.121.29.0 dedik, to'g'rimi? 96. Mana shu kompyuter joylashgan tarmoq bu. Tarmoq. Endi bizdan so'rayapti. Shu tarmoqdagi qurilma uchun tarmoqqa mos keladigan birinchi kompyuter. Biz mana bu yerga 1 qo'shamizda, birinchi kompyuter bo'lish uchun. Bu degani 213, 121, 29 va 97 bo'ladi. Mana bu yerlarda nuqtasi bor. Shunda mana bu C javobda ko'rsatilgan. 14-savol. Berilgan IP manzil va niqob tarmoq bo'ylab keng ko'lamda uzatiladigan manzilni ko'rsating deb. Demak, bizga o'sha aytibdi. Tarmoq bo'ylab keng ko'lamda degani o'sha broadcast degani. O'zi broadcast manzil nima? Xo'p. Sizlarga tushunishlaringiz uchun mana tarmoq deylik. Masalan, ixtiyoriy birorta tarmoqni tashkil qilishning usullari bor. Siz nazariya bo'yicha bilsangiz, o'sha yulduzsimon, shina yoki o'sha to'rsimon har xil usullarda tashkil qilish mumkin. Shunaqa birorta tarmoq bor deylik. Yaxshisi mana bunaqa shaklda ko'rsataman. Mana bunaqa tarmoq bor. Mana bu yerlarda kompyuterlar joylashgan. Mana. Endi mana shu tarmoqni o'zi, mana bu siz buni sim deb tasavvur qilsangiz bo'ladi. Mana shuni o'ziga manzil kerak. Mana shuni o'ziga tarmoqni manzili kerak. TM deylik, bu tarmoq manzili. Shu tarmoqni manzili. Endi shu tarmoq bo'ylab kompyuterlar bir-biri bilan ma'lumot almashinishi uchun yana bitta manzil kerak bo'ladi. Bu tarmoqni manzili unga xizmat qilmaydi. Tarmoqni manzili faqat shu tarmoq mavjudligini yoki kompyuterlar qaysi tarmoqda turganini, mana shularni aniqlab turadi. Lekin shu tarmoq bo'ylab ma'lumot almashish uchun yana bitta tarmoq kerak. Ya'ni yana bitta manzil kerak. Mana shu manzil broadcast deyiladi. Bu yerda tarmoq bo'ylab keng ko'lamda uzatiladigan manzil debdi. Mana shundan siz farqini tushunsangiz bo'ladi. Shuning uchun tarmoqda qurilmalarni manzillaridan tashqari ikkita manzil bo'ladi. Birinchisi tarmoq manzili, eng oxirgisi o'sha broadcast, ya'ni ma'lumot almashish. Oradagi manzillar bu qurilmalarga beriladigan manzillar. Bu yerda endi nazariya sifatida aytyapman. Balki biror joyga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ana shu bizdan broadcastni so'rabdi. Buni qanday qilib topamiz? Buni topishimiz uchun keling xuddi boyagiday buni tarmoqqa ajratib olaylik. 213.121.29.96 degan edik. E'tibor qilsak, mana bu IP manzillar bir xil kelyapti-da. Shuning uchun xuddi shundan foydalanyapmiz.
Bu tarmoq dedik. Tarmoq. Endi mana shu yerda jami nechta qurilma bo'lishi mumkin yoki mana shu tarmoqda jami nechta IP manzil bor degan o'zimizga savol qo'yaylik. Buni aniqlashimiz uchun mana buni qaytadan ikkilikka o'tkazib olaylik. Bu 96 ni ko'rinishi qanday bo'lgan edi? Yuqorida ham yozdik. Mana bu ko'rinishda mana. 0 11 0, qolgani 0 0. Keling, shuni yozamiz mana 96 ni 0 11 0, keyin 0 0 0 0 mana. Mana shu 96 ni ikkilikka o'tkazilgan holat. Mana shundan mana bu 4 tasini aytdik tarmoq uchun. Mana buni aytdik, biz buni host uchun dedik. Buni ichida endi tarmoqni o'zi ham bo'ladi, bundagi qurilmalar ham bo'ladi va bundagi o'sha broadcast ham bo'ladi. Buni topishimiz uchun eng oxirgi manzilni topishimiz kerak, ya'ni broadcast eng oxirgi manzil bo'ladi. Bu degani mana bular 1 bilan to'ladi o'rniga, mana shularning o'rnida birlar bo'ladi. 0 11 0. Mana. Biz mana buni hozir o'tkazadigan bo'lsak, o'sha broadcast kelib chiqadi deyishimiz mumkin. Yoki buni bunaqa qilib o'tkazmasdan, hozir bu masalan ikkilikda shu ko'rinishi 15 ligini birdanisiga bilsangiz bo'ladi. 96 ga 15 ni qo'shib ham hisoblasangiz bo'laveradi. Xohlasangiz shuni o'tkazsangiz bo'ladi. Baribir bu o'sha 96 plus 15 degani. Bu degani 111 degani bo'lar ekan. 10 likda, bu 2 likda turibdi. Shunda umumiy manzil nima bo'ldi? 213.129.29.111. Mana shu broadcast, ya'ni tarmoq bo'ylab ma'lumot uzatish uchun ishlatiladigan manzil bo'lyapti. Yana qayta aytaman, agar siz hozir bu IP manzil bo'yicha umuman masala yechmagan bo'lsangiz yoki juda ham tushunchangiz kam bo'lsa, bu narsalar sizga tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Bu narsalarni yaxshi hozir tushunishingiz uchun sizda o'sha boshlang'ich tushunchalar, keyin misol masalalar yechib yurgan o'sha bir tajriba bo'lishi kerak. Bo'lmasa katta ehtimol bilan tushunmay qolishingiz mumkin. Shu holatda agar tushunmasangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Va ko'proq shug'ullanishingiz kerak, boshlang'ich tushunchalarni o'rganib chiqishingiz kerak. Bular asosan o'sha tajribasi bor, qaysidir misollarga qiynalib qolayotgan ustozlar uchun oson tushunarli bo'ladi. Bo'lmasa noldan o'rganayotganlarga qiyin. Agar tushungan bo'lsalaringiz, juda ham yaxshi. Shunda qaysi bo'ldi mana? Mana bu D javob bo'layapti. O'n beshinchi savol. Berilgan IP manzil va niqob tarmoq manzilini ko'rsating. Mana ko'ryapsiz, bu yerda endi IP manzilni oddiy ko'rinishda o'sha tarmoqdagi umuman maskani bunaqa ko'rinishda. Boyagi slash bilan emas, bu ko'rinishda beryapti. Tarmoq manzilini qanday ko'rsatamiz? O'sha konfunksiya qilishimiz kerak, bitli konfunksiya. Aytdik, agar 255 bo'lsa, buni ikkilikka o'tkazish shart emas. 255 mi o'tkazish shart emas. Lekin mana bu yerda 252, mana bu yerda 0 bo'lgani uchun o'tkazmaymiz, faqat mana buni o'tkazamiz. Xo'p, 31. 31 degani bu 32 dan bitta oldingi son bo'lgani uchun qator birlardan iborat bo'ladi. 5 ta birdan. Oldini 3 ta 0 bilan to'ldirib qo'yaveramiz, chunki bu 1 bayt bo'lishi kerak, ya'ni 8 bit. 252 degani nima degani? 252 mana bu 255 dan 3 taga kam son.
Shuning uchun mana bu yerda 0 bo'ladi, qolganlari 1 bo'ladi degan edik yuqorida masala yechganimizda. Mana shu ko'rinishda. Endi biz buni konveksiya qilsak bo'ladi. Konveksiya qilsak 0 0 1 1 1 0 0 0. Mana shu hosil bo'lgan sonni o'nlikka o'tkazamiz ikkilikdan. Xo'p, mana bu yerga qarasak bu 7 degani, mana bu yer 4 degani desak, ya'ni 2 ni kvadrat ko'paytirsak 28. Shunda tarmoqni ko'rinishi qanday bo'ldi? 144 aytdik, o'zgarmaydi chunki 255. 200 bu ham o'zgarmadi, lekin 31 o'zgarib 28 bo'lib qoldi. Va 80 0 bilan konveksiya bo'lganda 0 bo'lib ketadi. Ana shunda to'g'ri javob mana bu ko'rinishda ekan. Shunda mana bu B javob bo'layapti. 16-savol. Xuddi yuqoridagiga o'xshash qurilmaga tayinlash uchun tarmoqqa mos keladigan birinchi manzilni ko'rsating. Bu yerda ham xuddi shu yuqoridagi kabi. Keling, vaqtdan yutishimiz uchun tarmoqni birdanisiga yozamiz. Yuqorida tarmoqni aniqladik-ku. 144 228 bo'lardi va mana bu yeri 0. Endi mana shunga 1 qo'shadigan bo'lsak, 1 albatta oxirdan qo'shiladi. Mana bunisi 1 bo'ladi. Mana bu 28. 144. Mana bu 200. Shunda mana bu D javobga to'g'ri kelyapti. 17-savol. Bu yerda ham xuddi shu ko'rinishda mana broadcastni so'rabdi bizdan. Mana ingliz tilida yozilishi. Men yuqorida buni o'rniga E yozgan edim. Aslida A bo'lar ekan. Demak, broadcast manzilni ko'rinishi. Manzilni ko'rsatish kerak. Xuddi shu avvalgi kabi ishlayveramiz. Keling, tarmoqni aniqlab olamiz. Xo'p, tarmoq 144 200 mana bu yerda 28 bo'layotgan edi va mana bu yerda endi 0 bo'layotgan edi. Mana shu ko'rinishda. Va endi mana shu yerga e'tibor qilishimiz kerak. Bu tarmoqda jami nechta kompyuter joylashtirsak bo'ladi? Mana shunga qarab eng oxirgisini olishimiz kerak, manzilni. Ya'ni mana bu 28 o'sib boradi 31 gacha boraveradi bu. Ya'ni shu 28 holatida jami IP manzillar 256 ta. 256 ta 0 dan boshlab 256 ta manzil yaratish mumkin. Keyin mana bu yer 29 bo'ladi. 0. Bu yoqni yozmay turibman. Yana 256 ta. Keyin mana bu yer 30 bo'ladi. Bu yerda ham 256 ta yaratish mumkin. Va 31 bo'ladi. Mana bu 31 ku. Va mana bu yerda yana 0. Bu yerda ham 256 ta yaratish mumkin. Endi mana shu 256 ta yaratish 0 dan boshlab 255-ni yozganimizda bo'ladi. Mana bu yerda 255 kelish kerak. Shunda nima bo'ladi bu? Mana bu 31, bu yog'i 144, 200. Mana shu ko'rinishda oladigan bo'lsak, bu o'sha broadcast bo'laveradi. Ya'ni shu tarmoqdagi eng oxirgi IP manzil. Xo'p, bu S ga to'g'ri kelyapti ekan. Shunda mana bu S javob bo'ladi. 18. Qurilmaning IP manzili va tarmoq manzili niqobdagi birliklar sonini ko'rsating. Niqobdagi birliklar sonini topishimiz kerak. Endi savol bu yerda o'zgaryapti, e'tibor qiling. Bu IP manzil va tarmoq manzili berilyapti. Xo'p, buni qanday qilamiz? Buni topishimiz uchun
chap tarafdan boshlab farq qiladigan joyigacha borishimiz kerak. Masalan, 10 10 bir xil, 0 0 bir xil, 10 10 bir xil, 35 32. Demak, oxirgi baytda farq bor. Endi mana shu oxirgi baytni bitga o'tkazib farqini topamiz. Masalan, 35 deganimiz yoki birinchi tarmoqni yozsak, 32 deganimiz qanday bo'ladi? 1 ning orqasida 5 ta 0. Demak, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Bu yoqda o'zi bu 6 ta bo'ldimi? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8 ta mana. 32 ni o'tkazdik. Endi 35 ni o'tkazadigan bo'lsak, mana bu yerda bunga 3 qo'shib yuboradigan bo'lsak, mana shu yer 1 1 bo'ladi. Qolgani bir xil bo'laveradi. 0 0 1 0 0 0. Mana. Endi mana shu joyda farqni topishimiz kerak. Bir xil kelyapti. Mana bu yerda ko'ryapsiz. Mana shu chiziqdan o'ng tarafda farq boshlangan. Agar mana shu yerda farq boshlangan bo'lsa, endi bizda sanashimiz mumkin. Mana bu yerda 8 ta 1 bo'ladi. Mana bu yerda ham 8 ta 1 bo'ladi. Mana bu yerda ham 8 ta 1 bo'ladi. Chunki aytdik, ikkalasi ham bir xil. Maskada shunaqa 8 ta 1 bo'lib kelyapti. Mana bu yerga o'tgan vaqtimizda jami 6 tasini oldik. Mana bu 24 bo'lsa, mana bu bilan 30 ta 1 bo'lib ketyapti. Mana shunaqa holatda ham bajarishimiz mumkin. Yoki mana bunaqa qilishimiz ham mumkin. Bu yerda bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak, tarmoqni qanchalik katta yoki kichkinaligiga ham e'tibor qilishimiz kerak. Agar kichkina holatda olish kerak bo'lib qolsa, biz mana bu yerdan olsak bo'ladi. Mana qator birlardan iborat bo'lib kelgan bo'ladi. Mana bu chiziqni o'chirib turaylik. Hozir mana shuni o'tkazib ko'radigan bo'lsak ham 32 bo'ladi. Va shunda bu tarmoqdagi mana bu 3-kompyuter bo'ladi. Bu yerdan qiladigan bo'lsak ham boyagi 0 o'chib ketib qoldi. Boyagi chizganimiz. Bu yerdan qiladigan bo'lsak ham mana bu 32si bo'laveradi o'sha tarmoqda. Lekin bu tarmoqni hajmi juda ham kichkina bo'lib qoladi mana. Bu yerda jami ketadigan bo'lsa 4 ta kompyuter sig'adi. Lekin biz buni kattaroq qilib oladigan bo'lsak, chiziqni mana chap tarafdan qancha olsak, kompyuterlarga umuman IP manzil berishga joy ko'proq bo'ladi. Bu yerda bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 2 ning 5-darajasi 32 ta IP manzil ajratish mumkin. 2 tasi tarmoqqa, qolgan 30 tasi kompyuter uchun bo'ladi. Shuning uchun biz mana shu IP manzil ko'proq ajratadigan holatini olyapmiz. Agar sizdan minimal yoki maksimal deb so'rasa, albatta unga ahamiyat berasiz. Agar birlar soni maksimal bo'lsin deb so'rasa, unda siz mana bu yerga chiziqni tortishingiz mumkin. Bizda birlar soni maksimal bo'lsin demagan. Shuning uchun biz chiziqni bu tarafga tortyapmiz. Mana bu yerda IP manzillar sonini ko'paytirish uchun. Ana shunda jami qancha bo'ladi? 24 ta va mana bu yerdagi 3 ta bilan 27 ta bo'ladi desa bo'ladi. Mana shu A javobda ko'rsatilgan. Mana shu kabi savollarda ustozlar ko'pincha chalkashib qoladi. Ya'ni chiziqni bu yoqdan qo'yish kerakmi, bu yoqdan qo'yish kerakmi? Shuning uchun bu kabi misollarni ko'proq yechishlaringizni tavsiya qilaman va tushunmasalaringiz albatta izohda yana so'rangizlar. Iloji bo'lsa guruhga qo'shilmaganlar qo'shilib olgani yaxshi, chunki javob berishim tezroq bo'ladi. Shunday qilib chiziqni biz bu tarafdan oldik. Sabab mana bu yerda ko'proq kompyuter bo'lsin degan maqsadda.
unda keyingi savolga o'tsak bo'ladi. 19-savol. 102.90.81.5 IP manzili qaysi sinfga tegishli? Buni sinfini aniqlash uchun yana boshqa bir o'sha sinflash standarti bor. Bu haqida ham ma'lumotni men hamjamiyatga tashlaganman. Hamjamiyatdagi ustozlar bemalol ko'rib olishi mumkin. Ana shu sinflash bo'yicha buni tekshirishimiz kerak. Bu sinflashda biz birinchi baytga e'tibor qilamiz. Bu 102. Agar 1 dan 126 gacha bo'lsa, mana shu yer. Bu A ga tegishli bo'ladi. 1 dan 126 gacha. Ko'ryapsiz, 102 mana shu oraliqda. Shu uchun A desak bo'ladi. Bunisiga o'tadigan bo'lsak, bu 225. Agar 240 dan 225 gacha bo'lsa, mana shu yer. Bu o'zi D ga o'tib ketadi. D yoki E. Bu yerda endi D aytilibdi. Shuning uchun D ni tanlasak bo'ladi. E asosan o'sha laboratoriya maqsadida yoki shunga o'xshagan ishlarda ishlatiladi. Shuning uchun mana bu D eng yaqini deyishimiz mumkin. 21-savol. Ma'lumki IP manzilni sanoq sistemaning ikkilik va o'nlik ko'rinishida yozish mumkin. Quyida ikkilik sanoq sistemasida yozilgan bitli manzilni o'nlik ko'rinishi to'g'ri berilgan javobni toping. Buni o'tkazishimiz uchun 8 ta 8 ta qilib ajratib olamiz. Chapdan o'ngdan farqi yo'q. Masalan, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O'zi e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu oxiri har xil ekan. Agar bir xillari bo'lganda biz har xil joyini topib, o'sha joyini o'tkazsak ham bo'lardi. Mana buni o'tkazganimizda o'nlikka qaysi biriga to'g'ri kelsa, o'shani olaveramiz. Chunki oxiri har xil-ku. Xo'p, keling tezroq o'tkazishga harakat qilamiz. Mana bu 7 degani, mana bu 1, 2, 3, 4. 2 4-darajasi 16. Demak, 7 ko'paygan 16 plus 1 deb hisoblashimiz mumkin. Bu shunda nima bo'ladi? 70, 7 kare 6 42, 112, 1 da qo'shsak 113. Mana bu B javobga to'g'ri kelyapti. Xohlasangiz bu yog'ini ham o'tkazib tekshirib chiqishingiz mumkin. Lekin tezroq yechish uchun faqat oxirini tekshirib qo'ydik. 22-savol. 120.90.80.0 va mana 20 bu o'sha maskasi ko'rsatilibdi. Tarmoqda nechta qurilmaga IP manzil berish mumkin? Keling buni endi hisoblashga harakat qilamiz. Mana bu 8 bit. Mana bu 8 bit. 20 bo'lsa, mana bu yerda ham 4 bit bizga kerak. Mana shu tarmoq uchun. Endi qolgani host uchun bo'laveradi. Bizga o'sha host uchun degan qismi muhim. Buni aniqlashimiz uchun 80 ni ikkilik ko'rinishga o'tkazib olaylik. 80 degani 64 plus 16 degani. Demak, 64 keyin 32 ola olmaymiz, 16 olsak bo'ladi, qolganlari 0 dan iborat. Oldiga bitta 0 qo'shsak, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8 mana bu 80 da o'tkazilgan holati bo'ldi. Endi mana shu yerda mana bu 4 tasini biz tarmoq uchun olib qolamiz. Mana bu qismini host uchun beramiz. Va mana bu yerda qarasak, yana bitta 0 bor. Bu degani qator yana 0 lardan iborat degani. Mana bu 0 ni o'tkazilgani, bu 80 ni o'tkazilgan. Endi mana shu bo'yicha 0 larni sanab chiqsak, 2 ni nechinchi darajasi chiqadi? Mana bu yerda 8 ta, mana bu yerda 4 ta, 12 ta. Jami 2 ning 12-darajasicha IP manzil yaratish mumkin shu tarmoqda.
Xo'p, bu nechi degani? Masalan, 2 ning 10-si desak, 1024 bo'ladi. 2 ning 10-si desa, mana bu yerda yana 2 qolib ketadi. Bu degani 4. Ko'paytiradigan bo'lsak, 4096 ekan. Endi mana shu 4096 dan aytdik. Eng birinchisi tarmoq uchun, eng oxirgisi broadcast uchun. Shunda biz bundan ayiramiz 2 ni, chunki nechta qurilmaga bersa bo'ladi degan. Tarmoq uchun bitta olib qo'yamiz, broadcast uchun olib qo'yamiz, qolganlarini qurilmaga beramiz. Shunda 4094 ta berish mumkin. Mana bu B javobga to'g'ri keladi. O'ylaymanki, dars tushunarli bo'ldi. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, albatta so'rashlaringiz mumkin. Men bilan qanday bog'lanish kerakligini ko'rsatib o'tdim. Mana shu guruhga kirib, mana shu yerga qarasalaringiz, meni o'sha lechkam yozilgan. Shunga o'tib yozsalaringiz bo'ladi. Xo'p, bugun 9-dars bo'lsa, ertaga qaysi dars bo'lish kerak? Keling, shuni ham ko'rsatib o'taman. Mana bu reja bo'yicha ketyapmiz. Ertaga 10-kun bit va bayt tushunchalari. 11-12 kunlar umumiy takrorlash bo'lish kerak. Xo'p, agar mana bu e'lonni ko'rgan bo'lsalaringiz, agar ulguradigan bo'lsak, 11-sanada, ya'ni 11-aprel kuni butun respublika bo'yicha test o'tkazmoqchimiz. Albatta sovrinli, birinchi o'ringa 300 ming so'm, ikkinchisiga 200, uchinchisiga 100 ming so'm ko'rsatilgan. Faqat bu yerda bir 4-5 kishi yoki 10-15 kishini orasida emas, imkon qadar ko'proq kishini orasida o'tkazmoqchimiz. Chunki o'sha attestatsiyadan avval har kim birinchidan o'zini holatini aniqlab oladi. Ikkinchidan o'sha butun respublika bo'yicha deylik, qaysi viloyatlarda o'sha ustozlarni tajribasi, bilimi yoki attestatsiyaga tayyorgarligi yuqoriroq, shuni biz statistika qilishimiz mumkin. Yoki tumanlar bo'yicha. Maqsad shu 4-5 kishini o'rtasida musobaqa qilib o'sha sovrin tarqatish emasda, imkon qadar hamma qatnashadigan bo'lsa, bu ancha qizg'in bo'ladi va yana ham ko'proq ma'lumotga hamma ega bo'ladi. Masalan, o'zini hududi qanday darajada, o'zini holatini xo'p birdan bilsa bo'ladi. O'zini viloyati. Shuning uchun agar hamkasblaringizni xabar bo'lmasa, buni ularga tarqatib qo'ysalaringiz, ular ham bunga kirib ro'yxatdan o'tib qo'yadi. Bugungi dars mana shulardan iborat bo'ldi. Agar sizda ham qandaydir savollar bo'lsa, ya'ni o'sha mana shu darslarimizda birga ko'rishimizni xohlasangiz, o'sha savollarni albatta bizga yuborib qo'yishingiz mumkin. Unda agar dars sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta hamkasblaringizga bu darsni ham ulashing, videoga like bosing va albatta agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Va izohlarda biror nima deb yozib qoldirsangiz, bu ko'proq o'qituvchilarga yetib borishiga yana ham yordam beradi. Chunki YouTube'ni algoritmi xohlaymizmi yo'qmi shunaqa ishlar ekan. Demak, ko'p like yig'sa, ko'p izoh yig'sa, ko'proq kishiga yetib borar ekan. Shuning uchun sizdan izoh, like so'raymiz. Bizga hech qanday moddiy manfaat yo'q. Hammaga sog'lik tilayman. Keyingi darsda ko'rishguncha.